Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Darsimizni boshlaymiz. 51-masala, ya'ni 340 metr sekund tezlikda uchadigan qiruvchi samolyot 5 minutda qancha masofa bosib o'tadi deydi. Demak, bu yerda berilgan narsalarni yozamiz. Berilgan tezligimiz v teng 340 metr taqsim sekund ekan. Harakatlangan vaqti t teng 5 minut. 5 minut buni sekundga o'tkazib olamiz. 5 ko'paytirish 60, ya'ni 300 sekund bo'ladi. Qancha masofani bosib o'tadi? Xo'p. Qancha masofani bosib o'tadi? Xo'p. Formulamiz, ya'ni v teng s taqsim t. Undan s ni topsak, v ko'paytirish t bo'ladi. Hisoblaymiz, endi s teng bo'ladi buni o'rniga 340 metr taqsim sekund ko'paytiramiz 300 ni 300 sekund. Ya'ni bu yerda 3 4 12, 1 yodda 3 3 9, yoddagi bilan 10. 1 2 3 dan 10 tushib qo'yamiz. 102 ming metr bo'ladi. Kilometrda so'rab turibdi. Shuning uchun mingga bo'lsak 102 kilometr bo'ladi. Keyingi masalamiz, xo'p, 52-masala. Toshkent metrosi poyezdlarining o'rtacha tezligi 39,6 km/soatga teng. Tinchlik bekatidan metroga chiqqan yo'lovchi Chorsu bekatiga 2 minut 20 sekundda kelgani aniqlandi. Xo'sh, bu ikki bekat orasidagi masofa qanday bo'ladi? Demak, bizlarga berilgan narsalarni yozib oladigan bo'lsak, v teng 39,6 kilometr taqsim soat. Xo'p, harakat vaqti t teng 2 minut 20 sekund. 20 sekund buni sekundga o'tkazsak 2 minutimiz 120, 140 sekund bo'ladi. Xo'p, kilometr soatni ham metr sekundga o'tkazamiz. Metr sekundga o'tkazish uchun 39,6 ni mingga ko'paytirib 3600 ga bo'lamiz. Ya'ni kilometr metrga o'tdi, soat sekundga o'tdi. 1 2 3 4. Ya'ni 396 ni bo'lamiz 36 ga. Demak, 6 ga qisqartirsak, buni 36 ni ichida 6, 66 bo'ladi, bu ham 6 bo'ladi. Teng 11 metr taqsim sekund bo'ladi ekan. Endi bizlardan so'rab turibdi, qancha orasidagi masofa qancha bo'ladi deb. Ya'ni bu yerdan s teng bo'ladi, v ko'paytirish t teng. Buni o'rniga 11 metr taqsim sekund ko'paytirish t ni o'rniga 140. Xo'p. 10 ta 140 imiz 1400. 1400 ga 140, 1540 bo'ladi. 1540 metr bo'ladi ekan. Xo'p, davom etamiz. 53-masalamiz. 53-masalamiz. Xo'p. 53-masalamiz. Mana buni tushunarli bo'lish uchun oldindan chizmani chizib oldim. Bu yerda, ya'ni avtomobil K nuqtadan L nuqtaga bordi. Avtomobil ko'chishini toping. Demak, avtomobil K nuqtada turgan bo'lsa, K nuqtada turibdi. Bu yerda ko'chish 3 ta vektordan iborat deb qarasak, bir vektor, ikkinchi vektor va uchinchi vektor bu tomonga ko'chirib oldim. Bu yerda vektorlarni har bir vektorning uzunligi xo'p, ko'chish bu yerda mana bu vektor bilan mana bu vektorning ikkalasini yig'indisi 40 metr.
40 metr mana shu. Xo'p, keyin mana bu vektorimiz ham 30 metr bo'lsa, ularni biriktirsak Pifagorga asosan, ya'ni ko'chish qancha bo'ladi? Ko'chish. Xo'p. Bu yog'i 40 metr, bu yog'i 30 metr bo'lsa, ya'ni ko'chishimiz KL kvadrati teng 30 kvadrati plus 40 kvadrati. 40 kvadrati bo'ladi. Ya'ni buni matematikadan tushuntiradigan bo'lsak, s kvadrat teng a kvadrat plus b kvadrat, ya'ni Pifagor teoremasiga tushib turibdi. Bu yerda KLni topsak, ildiz ostida 900 plus 1600 bundan necha chiqadi? Ildiz ostida 2500. Bu ham 50 metr bo'ladi. Demak, javob 50 metr. Xo'p, 54-chi. Ya'ni Sinomobile qorli tog'ga 3 kilometr soat tezlikda 4 soatda chiqdi va 2 soatda chiqqan yo'nalishda qaytib tushdi. Sinomobilening tog'dan tushish tezligi qanday? Demak, bu yerda chiqish vaqti bilan chiqish masofasi bilan tushish masofasi teng bo'ladi. Chunki chiqqan yo'nalishida tushdi deyapti bu yerda. Chiqqan yo'nalishida mana. Chiqqan yo'nalishida tushdi. Demak yozamiz. Birinchi chiqish vaqtida chiqish tezligi va chiqqan vaqtini hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni V1 teng 3 kilometr soat, harakat vaqti T1 teng 2 soat. Demak, S1 masofani topib olamiz. Keyin tushish vaqti, ya'ni 4 soat, 4 soat mana bu yerda. Chiqqan vaqti 4 soat. S1 ni topib olsak, endi tushish vaqti T2 deymiz, 2 soat. Bizlardan so'rab turibdi, Sinomobilening tog'dan tushish tezligi qanday? Ya'ni V2 ni so'rayapti. Ya'ni birinchi qancha masofani bosib o'tganini topib oladigan bo'lsak, ya'ni S1 teng V1 ko'paytirish T1, ya'ni hisoblasak V1 3 kilometr soat ko'paytirish 4 soat. Bu teng 12 kilometr bo'ladi. Endi qaytishda shu 12 kilometrni masofani bosib o'tgandan keyin V2 teng bo'ladi S2 taqsim T2 bo'ladi. Bu yerdan S2 miz S1 ga teng. Shuning uchun S2 ni o'rniga S1 ni qiymatini qo'ysak 12 kilometr, T2 miz ham 2 soat. Bu ham teng bo'ladi 6 kilometr soat bo'ladi. Keyingi masalamiz 54-masala. Xo'p, davom etamiz. 55-masala. Sekundiga 4 metrga tarqalayotgan zaharli gaz 2 minut ichida qanday uzoqlikkacha bo'lgan joyni egallab oladi? Ya'ni gazning tarqalish tezligi. Xo'p. Gazning tarqalish tezligi sekundiga 4 metr, ya'ni xo'p. Ya'ni V teng
4 metr taqsim sekund deb yozib olamiz. Zaharli gaz 2 minut ichida qancha masofaga joyni egallab oladi? Ya'ni t teng 2 minut. 2 minut buni sekundga o'tkazsak 120 sekund bo'ladi. Qancha uzoqlikkacha bo'lgan joyni egallab oladi? Ya'ni S ni so'rab turibdi. Bosib o'tgan masofasi. Bu yerdan S teng bo'ladi V ko'paytirish T. Bundan o'rniga qo'yib hisoblasak, S V'ni o'rniga 4 metr taqsim sekund, T'ni o'rniga 120 sekund. Sekund bilan sekund qisqarib ketadi. Shunda teng 480 metr masofani egallab oladi. 56. Uzunligi L teng 600 metr bo'lgan poyezd uzunligi D teng 240 metr bo'lgan tunneldan 2 minutda o'tdi. D teng 2 minutda. Poyezd tezligini toping. Demak, bu yerda poyezd 2 minut davomida ham tunnelni uzunligini ham o'zini uzunligini bosib o'tgan. Ya'ni o'sha masofani vaqtga bo'lamiz. Ya'ni jami yo'li L plus D va uning tezligi S taqsim T bo'lsa, birinchi S ni topib olamiz. S teng bo'ladi L 600 plus 240. Bu ham teng bo'ladi 840 metr. Endi tezligini topib oladigan bo'lsak, V teng S o'rniga 840 taqsim, mana sekundda o'tkazish kerak. 2 minutimiz 120 sekund bo'ladi bu. 120 ga 10 ketadi, metr taqsim sekund. 84 ichida 12 7 marta bor. 7 marta 7 bo'ladi. 56 7 marta bo'ladi. Demak, 58 masalaga o'tamiz endi. Uzunligi 800 metr bo'lgan poyezd uzunligi 400 metr bo'lgan ko'prikdan 4 minutda o'tdi. Poyezdning tezligini toping. Bu ham yuqoridagi 56 masalaga o'xshash bo'ladi. Demak, V teng S o'rniga uzunligi 800 metr poyezd, uzunligi 400 metr, ya'ni S taqsim T bo'ladi. Bu ham S o'rniga 800 qo'shish 400. T'ni o'rniga 4 minutni sekundga o'tkazsak 4 ko'paytirish 60 bo'lsa teng 1200 4 ko'paytirish 60. Bu ham teng 10 ketadi. 120 ni ichida 60 20 marta bor. 20 taqsim 4 bu ham teng bo'ladi 5 metr taqsim sekund. Endi bizlarda kilometr soatda so'rab turibdi. Shuning uchun 5 ni ko'paytiramiz 3,6 ga. Bu ham teng bo'ladi 18 metr 18 kilometr taqsim soat bo'ladi. 18 kilometr taqsim soat. 58. Uzunligi 72 metr va tezligi 18 metr sekund bo'lgan poyezd kuzatuvchi yonidan butunlay o'tib ketishi uchun qancha vaqt talab qilinadi? Ya'ni uzunligi 72 metr bo'lgan. Ya'ni bu yerda poyezdning uzunligi 72, mana bu kuzatuvchi yonidan o'tib ketgan holat. Poyezdning tezligi 18 ekan. Demak, shunda qancha o'tib ketish uchun qancha vaqt, necha sekund talab etiladi? Ya'ni bizlarda L teng bu poyezd bosib o'tib ketish uchun kerak bo'lgan masofa, ya'ni 72 metr va poyezdning tezligi 18 metr sekund. Topishimiz kerak vaqtni. Ya'ni V teng
S taqsim T bo'lsa, T'ni topsak, S taqsim V bo'ladi. Endi hisoblasak, T teng bo'ladi. S'ni o'rniga 72, T'ni o'rniga 18. Bu ham teng bo'ladi. 4 sekund bo'ladi ekan. 4 sekund. 59-masalamiz. 59-masala. Xo'p. 252 metr uzunlikdagi poyezd simyog'och yonidan qancha vaqtda o'tib ketadi? Poyezdning tezligi 43,2 kilometr soat. Demak, xo'p, bizlarga berilgan poyezdning uzunligi, ya'ni bosib o'tish uchun masofa uzunligiga teng 252 metr bo'lsa, demak poyezdning tezligi v teng 43,2 kilometr taqsim soat. Demak bizlar bu yerda tezligini 43,2 Xo'p, 43,2 ni metr taqsim sekundga o'tkazish uchun kilometrni 1000 metr deymiz. 1 soatimiz 3600 sekund bo'ladi. 20 qisqaradi. Shunda teng bo'ldi 432 metr taqsim 36 sekund. Ya'ni tezligi shunday bo'ldi. Endi bizlardan qancha vaqtda o'tib ketadi deb vaqtni so'rab turibdi. T'ni topishimiz kerak. Bu yerdan T teng bo'ladi S taqsim V ga. Bular teng S 252 ni 432 taqsim 32 yo'q, 36 yuqoriga chiqadi. Buni hisoblasak qancha bo'ladi? Demak, hisoblasak 21 sekund chiqdi. Endi 60-masala. 60-masalada ikki holatni kuzatish mumkin. Ya'ni yugurish musobaqasida finishga 22 metr qolganda Madinaning tezligi 5 metr sekund va Sardorning tezligi 4 metr sekund tashkil qildi. Agar Madina Sardordan 5 metr orqada bo'lsa, finishga kim oldin yetib boradi? Bu yerda xo'p, yugurish musobaqasida finishga 22 metr qolganda Madina tezligi 5 metr sekund va Sardorning tezligi 4 metr sekundni tashkil qildi. Agar Madina Sardordan 5 metr orqada bo'lsa, aniqlik kiritib orqada bo'lsa, finishga kim oldin yetib boradi? Demak, bu yerda men Sardorni masofasi, Sardorni tezligi v2 bo'lsa, Sardor, ya'ni T2 bilan belgilab oldik. T2 bilan mana T2 S 22 metr, Sardorning tezligi mana Sardorning tezligi 4 metr sekund. 4 ga bo'lsak 11 taqsim 2 5,5 sekundda yetib boradi ekan. Madina 5 metr sekund tezlik bilan finishgacha u Sardorga nisbatan, ya'ni 5 plus 22, ya'ni 27 metr masofani 5 metr sekund tezlik bilan bosib o'tsa, u 5,4 sekundda bosib o'tadi. Demak, birinchi finishga Madina yetib boradi ekan. Finishga Madina oldin yetib boradi. Ya'ni Madina bilan bu kim? Sardorning tezliklarini bir-birini taqqoslasak, Madina kamroq vaqt sarf qilgan. Xo'p, keyingi 61 stansiyadan 45 km/soat tezlik bilan harakatlanuvchi yuk poyezdi yo'lga chiqdi.
yo'lga chiqdi. 6 minutdan keyin xuddi shu yo'nalishda 54 km/soat tezlik bilan ekspress poyezd yo'lga chiqdi. Ekspress poyezdi chiqqandan necha minut o'tgach yuk poyezdini yetib oladi. Stansiyadan 45 km/soat tezlik bilan harakatlanuvchi yuk poyezdi yo'lga chiqdi. Ya'ni V1 teng bo'ladi 45 km/soat tezlik bilan harakatlanuvchi yuk poyezdi yo'lga chiqdi. 6 minutdan keyin xuddi shu yo'nalishda, ya'ni o'rtada t teng 6 minutdan keyin xuddi shu yo'nalishda V2 teng 50 km/soat tezlik bilan ekspress poyezdi yo'lga chiqdi. Ekspress poyezdi chiqqandan necha minut o'tgach yuk poyezdini yetib oladi. Poyezdiga yetib oladi bo'lishi kerak. Demak, bu yerda ekspress poyezdi chiqqandan necha minut o'tgach. Xo'p, stansiyadan 45 km/soat tezlik bilan harakatlanuvchi yuk poyezdi birinchi 6 minutdan keyin xuddi shu yo'nalishda 50 km/soat tezlik bilan ekspress poyezd yo'lga chiqqan. Demak, yuk poyezdini harakatlanish bosib o'tgan masofasi bilan ya'ni S1 teng bo'ladi V1 T plus V1 T2 bo'ladi. Chunki yuk poyezdimiz ekspress poyezddan 6 minut oldin mana bu yo'lga uzoqlashgan, ikkisining orasidagi masofa ochilgan. Keyin ikkalasi ham birgalikda mana bu yuk poyezdi bu bir tezlik bilan harakat qilsa, endi ekspress poyezdimiz bo'lsa, ya'ni S2 masofani V2 tezlik bilan T2 vaqt harakat qiladi. Bu yerda ikkalalarining bosib o'tgan masofalari teng bo'lishi kerak. Ya'ni ikkalasini tenglashtirsak, mana bu S1 bilan S2 teng bo'lishi kerak. Shunda ya'ni S1 teng bo'ladi S2 ga. Shundan ya'ni V1 T plus V1 T2 teng bo'ldi V2 T2 ga. Endi bu yerdan T2 ni topsak, T2 ni so'rab turibdi. V1 T mana bu. V1 T teng bo'ldi V2 minus V1 qavsdan tashqari T2 ni chiqarsak, shunda bundan T2 teng bo'ladi ekan V1 T taqsim V2 minus V1. Bu ham teng V1 45. Bu 6 minutimiz soatga o'tkazsak 6 taqsim 60 1 taqsim 10 bo'ladimi? 0,10 dan 1 soat 1 taqsim 10. Ya'ni V1 45 ko'paytirish 0,10 dan 1 pastda V2 minus V1 50 minus 45 5 bo'ladi. 5 0,9 nima bo'ldi? 0,9 soatmi? Soat 0,9 soat. Ya'ni bu ham teng bo'ladi nimaga? Minut. Nimada so'rab turibdi? Minutda so'rab turgan ekan. Minutda o'tkazsak 0,9 ni ko'paytiramiz 60 ga. Bu ham 54 minut bo'ladi ekan. 54 minut. Xo'p, tushunarlimi? Xo'p, 62-masalaga o'tamiz. Endi 62-masalada xo'p 62-masala stansiyadan 48 km/soat tezlik bilan harakatlanuvchi yuk poyezdi yo'lga chiqdi.
4 minutdan keyin xuddi shu yo'nalishda 68 km/soat tezlik bilan ekspress poyezdi yo'lga chiqdi. Stansiyadan necha kilometr masofada ekspress poyezdi yuk poyezdini yetib oladi. Ya'ni bu yerda berilganlar, ya'ni V1 ya'ni yuk poyezdini tezligi V1 teng 48 km/soat. Ya'ni 4 minut harakatlangandan keyin xuddi shu yo'nalishda V2 teng 68 km/soat tezlik bilan ekspress poyezd yo'lga chiqdi. Stansiyadan necha kilometr masofada ekspress poyezdini yetib oladi. Ya'ni S2 ni so'rab turibdi. Bu yerdan xo'p, yuqoridagi masalaga o'xshash, ya'ni S1 masofani bosib o'tadi V1 tezlik bilan. U T vaqt oldin chiqqan va yana T2 vaqt ham harakat qiladi. Ya'ni o'sha paytda S2 masofani V2 tezlik bilan T2 vaqt harakat qilib ekspress poyezdi yuk poyezdini bosib o'tgan masofasiga teng masofani bosib o'tish kerak. Ya'ni bu yerdan ikkala tenglamani tenglashtirsak, bundan T2 ni topib olamiz va T2 ni keyin S2 teng V2 T2 ni qiymatini o'rniga qo'yamiz. Ya'ni V1 T plus V1 T2 teng bo'ladi V2 T2 ga. Bu yerdan ya'ni bizlarga T2 kerak bo'lsa V1 T teng V2 minus V1 ko'paytirish T2. Bundan T2 ni topib olsak, T2 ni topib oladigan bo'lsak, T2 teng bo'ladigan V1 T taqsim V2 minus V1 ga. Bu ham teng ekan. Qiymatini hisoblasak, V1 48, 4 minutimiz 1 taqsim 15 soat bo'ladi bu. 1 taqsim ko'paytirish 1 taqsim 15 va 2 dan V1 ni ayirsak 20 teng bo'ladi ekan. 48 taqsim 3 ko'paytirish 100. Bu ham teng bo'ladi. Ya'ni 16 bo'lingan 100 bo'ladi. Endi buni bizlardan S2 ni so'rab turibdi. S2 ga qo'ysak, S2 teng bo'ladi. Bu ikkimiz 68 ko'paytirish 16 taqsim 100. Bu ham teng bo'ladi ekan 10,1088 ya'ni 10,88 kilometr. 10,100 ga bo'lsak 10,88 kilometr masofani bosib o'tadi ekan.